Assalomu alaykum Agrohouse kuzatuvchilari. Bugun 28-oktyabr kuni Agrohouse jamoasi Yangiyo'l tumaniga yetib keldik. Bu yerda Gollandiyaning Enza kompaniyasini Jeep F1 ismaloq urug'lari ekilgan. Bu issiqxonaning egasi Sardor aka o'zlari batafsil aytib beradilar. Ismaloq urug'larimiz qachon ekilgan Sardor aka? 19-sentyabrda ekilgan. 19-sentyabr. Mana hozir yetilib turibdi, mana uzib kelyapti. Xudo xolisa bitta poladan 100 kilo, 120 kilo chiqyapti. O'zi bir sotik maydonga qancha urug' ekilgan? Bir sotikka mana hozir 3 sotiga 4,5 pachka ketdi. 4,5 pachka, 250 grammli har bir pachka. Shunaqa 250 shunaqa. 4,5 pachka. Mana hozir mana chiroyli bo'lib turibdi. Bu keyin o'sib ham ketmas ekanda, hali ushlab tursangiz bo'lar ekan. Hali tayyor bo'lib qolsa sotalmay qolasiz masalan. Turaverar ekanda, o'sib ketmas ekan. Shundoq. Yaxshi nima ekan? Terimda muammo bo'lmas ekanda. Terimda qiynalmaysiz. Yaxshi shipinat ekan. Bu ichki bozorgami, eksportgami Sardor aka? Ichki bozorga, shu sexga, korzinkalarga, magazin, restoranlarga. Shu Alisher akamda ham ustoz bor, olib ketadi, kelib. Ular ham shu yerda. Yurtda har doim kelib tekshiradi. Nima qilyapsizlar, nima qo'yyapsizlar deb. Hozir qancha maydonga ekilgan bu ismaloqlar? Bundan 30 sotiga ekilgan. 30 sotikga ekilgan. Terim jarayoni bo'lib turibdi o'sha. Bo'lyapti, boshlandi, xudo xolisa. Yaxshi. Suvi ham, dorini ham hamma narsani ko'tarar ekan, me'yorida berilib, xudo xolisa. Kasalliklarga chidamlimi? Bu o'zi Jeep F1 gibridimiz kasalliklarga ancha chidamli hisoblanadi. Chidamli ekan, chidamli. Kasallikga. Sardor aka, qanaqa ozuqalar ishlatdingiz endi? Kaliy, kalsiy, kichkinalikda birinchi shundaylikda 3 quloq, 4 quloqlikda karbamid sepdikda. Siyrak qilib sepib, undan keyin kaliy, kalsiy, yani gummi degan dorilar, yengil dorilar berib, ozuqalar berib shu darajaga keldi. Shira, pira, kasallikka chidamli ekan. Bunaqa narsalar tushmadi. Qurt dori bir marta sepildi. Shu bilan yetildi mana. Etab ekib kelindi, mana katta, kichik, mana kichkinalari bor ba'zi. Keyin Sardor aka ko'rinib turibdi hozir ba'zi bir joylar siyrak, ba'zi bir joylar zich bo'lib turibdi. Uning sababi nimada? Uni sababi klient aytdi, shu xohishiga qarab yarmini dedi qalinroq seping dedi, yarmini siyrakroq seping dedi. Shuni proba qilib ham hali shunga qarab sepdikda qanaqa bo'lishini. Qalinga ham yaxshi chiqdi, siyrakga ham yaxshi chiqdi. Shunaqa yaxshi ekan, xullas yoqdi bizga urug'. Sardor aka, buni ranglari, ko'rinishi qanaqa endi? Rangi zo'r, mana ko'rib turibsiz, qora, chiroyli. Mana shunday bo'lganda, xudo xolisa, mana shu qoshiqdan sal katta bo'lganda uziladi. Yetiladi. Yetiladi. Keyin rangi ham mana och-poch emas, qarang, bir xil qop-qora, chiroyli. Ranglari ham qo'l-qosa bo'ladi, yaxshi mana. Tuzilishlari, figuralari zo'r mana. Burishib ketmaydi, tekis bo'lib turadi. Keyin chidamli ekan, uzganda ham bir hafta hali yashaydi, chiroyli joyda, xavflanmaydi, saqlashga bog'liq. Shu turaveradi, yaxshi. Buni endi 1 metr kvadratdan bir muxlislar uchun vaznini o'lchasak bo'ladimi? Mayli, xudo xolisa o'lchaymiz. Sardor aka, bu boshqa qiyinchiliklar bo'lmadimi bu ismaloq bilan? Yo'q, qiyinchilik bo'lmadi. Qurtdan eplavasangiz bo'ldi. Bir 2-3 marta dorisi sepiladi. Biz 1 marta sepdik. 2 martadan 1 marta sepildi. Uni ko'p sepilmadi. Shu keyin biz probaga bitta dugasini, bitta polni dugaladik. Shunda o'sish, ya'ni amali chiroyli o'sdi. Har kuni o'lchab ukam bor, o'lchadi, Asrorda ham, sherim. O'lchadi. Har 2-3 santimetrdan o'saverdi. Bir kunda 2-3 santimetrdan o'sdi. O'sib, keyin qarasak tezlashib ketuvdi, keyin nima qilib qo'ydik? Dugani olib qo'ydik. Olib qo'ydikda, qotirib o'stirdik. Demak, o'sishini tezlashtirish uchun duga bilan yopsa, u ham bo'lar ekan, figurasini ham yo'qotmaydi, hali shaklini ham
rangini ham hech narsasini yo'qotmas ekan, yaxshi ekan. Yoqdi. Keyin biz hali yopilmovdi, hali nima qilib graduslar qo'yib qo'yganmiz. Tepasi 22, pasti 18 tempda turdi hali nimasida. Turib o'sdi, shu holatga keldi mana. Endi yana aytaman, mana hech kim yutqizmaydi, yomon narsa emas ekan, yaxshi nima ekan, urug' ekan. Shunga mana Xudo xolisa yana hozir yana 30 pachka keldi, olib keldi shularni mana ertadan ekishga boshlaymiz Xudo xolisa. Ushbu yangi Jeep F1 ismalog'i bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.